Bismillahirrahmanirrahim. Hop, O'tgan darsimizda Bismillahdan boshladik va bu yerda Bismillohdagi biyni qanaqa ma'nolarga egaligi va o'shalardan qaysi bir ma'noda bu yerda qo'llanganligi haqida gapirib o'tdik. Hop, undan keyin uh, bismi bi ismga qanday qo'shilganligi, va hokazo va ismni qaysi ma'noda ekanligi, vasamadan olinganmi yo samavadan, sumuvundan olinganmi yo vasmundan olinganmi, asli harflari vov sin mimmi yo sin mim vovmi, bu xususda aytib o'tdik. Va bismillohni qo'shilishi va bu bismilloh jori majrur bo'lsa mutaallaqi o'sha abdau bo'ladi, badiiy bo'lishi mumkin, abtadiu bo'lishi mumkin deb bu xususda gapirib o'tdik. Va Alloh lafzi xususida o'tdik. Bu xususda yana biroz o'tilsa kerak. Keyin Ar-Rahman Rahim xususida o'tdik. Rahmon Rahim qanaqa ma'nolarda bir-biridan farq qiladimi yo bir-birini faqat kuchaytiradimi? Shular xususida gapirib o'tdik. Va Bismillahirrohmanirrohim o'zi o'sha Fotiha surasini bir oyatimi, o'zi bu qanaqa oyat? Bu xususda aytib o'tdik. Va Bismillahirrohmanirrohim xususida ancha gaplar bor edi. Hammasini aytib o'tdik. Xo'p, endi mana bu yerda Bismilloh xususida hadislarda aytib o'tdik. O'sha Bismillohni foydalari xususida aytib o'tdik. Bu yerda o'sha Navoiyni nimasidan ham, baytlaridan ham keltiruvdik oxirida. Undan keyin istioza xususida aytib o'tdik. Istioza vojibmi, bu oyatmi, boshqami, hammasi xususida aytib o'tdik kechagi darslarimizda. Xo'p, bugun endi alhamdulillahi robbil alamin keyingi oyatga o'tdik. Bugun endi alhamdulillahi robbil alamin oyati xususida suhbatlashamiz inshaalloh. Alhamdulillahi robbil alaminda qorilar, 7 qorilarda hammasi ham dolda zamma bilan berishgan. Ya'ni alhamdulillahi deb dolda zamma bilan berishgan. Va bu endi o'z-o'zidan alhamdu mubtado, lillahi xabar yoki lillahi mutaallaq xabarda, ya'ni hamd Alloh uchun sobitdir degani alhamdu sabitun lillahi bo'ladi endi. Demak bu yerda alhamdu mubtado, lillahi xabar yoki bo'lmasa lillahi mutaallaqi o'sha sabitun xabar bo'laveradi endi bu yerda. Hammasi shunaqa o'qigan, 7 qorilarda hammasi ham doldi zamma bilan o'qigan ekan. Faqat endi Sufyon Uyayna ba'zilari shu hamdni nasb bilan o'qigan joylari ham bor ekan. Unda bir fe'l nimada taqdirda bir fe'l bor deb aytamizda, endi alhamdulillahi bo'lsa nima deymiz endi, qulil hamda lillahi deb aytamizmi, shunaqa bo'ladi endi. Ya'ni hamdni Alloh uchun deb aytgan degani bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi endi, alhamdulillah yoki bo'lmasam ya'ni hamdni Allohga nisbatini bergan degandek ma'nolarda bo'ladi. Endi bir qanaqadir fe'l hazb bo'ladi agar alhamdani maf'ulun bihi qilib nasb qilib o'qiladigan bo'lsa. Lekin 7 qorilar hammasi raf o'qigan ekan. Mana shu raf eng to'g'risi. Bu endi faqat aytib qo'yyapti xolos. Endi ba'zi joylarda ba'zilar shunaqa o'qigan joylari ham bor deb. Hatto dol bilan lomni ikkalasini zamma qilib o'qiganlar ham bor ekan. Hali bir-biriga mos bo'lishi uchun alhamdulillohi qilib yoki ikkalasini kasra qilib o'qiganlar ham bor ekan. Alhamdulillahi, dilillahligi chiroyli chiqishi uchun bo'lsa kerak. Ularni ham o'ziga yarasha hujjatlari bor ekan, shunga guvohlari bor ekan, lekin ular juda ham kam bo'lganligi uchun, ya'ni o'ta zaif bo'lganligi uchun olinmaydi.
Bu bizda iborada ko'p shoz degan so'z ko'p keladi. Mana bu yerda shoz deb bu boshqa joyga o'tib ketib qolar ekan u bu. Unga bosaman deydigan bo'lsam. Mhm. Hay, buni iloji yo'q ekan endi haligi kichkina qilib o'tgan paytimda mumkin ekan uni yozishim. Buni hozir katta qilib oluvdim-da. Buni endi o'sha so'zni o'ziga bosaman desam boshqacha bo'lib ketib qolar ekan. Hay mayli, o'sha shoz degan so'z bor. Mana bu uchinchi qatorda oxirida lakinnahu shazun degan so'zni qo'yibman. Mana shunga e'tibor bersanglar, shu shoz deb qo'yadi, ya'ni judayam kam. Ba'zi odamlar aytgan bo'ladi xolos va u hujjatga olinmaydi, deyarli olinmaydi. Judayam kam nima bo'lgan holatlar bo'ladi. Xo'p, shunaqa. Ya'ni yaxshi chiroyli bo'lishligi uchun dulullohi yoki dilillahi qilib ham aytganlar bor ekan. O'zlariga hujjati bor ekan, lekin ular shoz ekan. Ya'ni juda kam, juda kamdan kam degan ma'noda. Ya'ni hujjatga olinmaydi. Ya'ni ko'pchilik olimlar unaqa demagan. Xo'p, eng to'g'risi alhamdulillahi, ya'ni dol zamma bilan, lillahi lom kasra bilan bo'lganlari shunaqa. Endi bu alhamduni ma'nosi qanaqa bo'ladi desa, shu alhamduni ma'nosi shu Allohga xolis shukr aytish bo'ladi. Ya'ni faqat Allohga, boshqaga emas, faqat Allohga shukr aytish bo'ladi deyiladi. O'sha bandalariga bergan ne'matlari, behisob ne'matlari uchun deb ne'matlarni sanab ketadi. Endi u yerda sizga ko'z berdi, quloq berdi, hayot berdi, atrofdagi narsalarni sizga bo'ysundirib berdi, suv berdi, havo berdi va hokazo. Ya'ni haqiqatda insonga berilgan ne'matlarni son sanog'i yo'q. Birgina ko'zni bir necha daqiqa yumib tursangiz, shu ko'z degan ne'mat qanaqa katta ne'mat ekanligini anglaysiz. Yoki o'sha bir qulog'ingiz bir narsani eshitmay qolsa, shu eshitish degan ne'mat naqadar katta ne'matligini anglaysiz. Endi biz inson hammamiz ham nonko'rmiz, bunaqa narsalarni eplolmaymiz. Shunaqa bilinmasdan ketilaveradi o'zi. O'zi aslida o'sha har bitta ne'mat naqadar katta, naqadar buyuk ne'matligini biz anglamaymiz-da endi. Shunaqa bir hid bilish qanaqa bir ne'mat, ta'm bilish qanaqa ne'mat. Ozgina bir kasal bo'lib o'sha ta'm bilmay qolsangiz, qanaqa o'sha ta'm bilish qanaqa ne'matligini anglaysiz. O'sha sog'lik qanaqa katta ne'matligini anglaysiz va hokazo. Shunaqa behisob ne'matlar uchun ham aytiladi deb aytgan ekan Abu Ja'far ibn Jarid, shunaqa degan ekan. Endi yana alhamdulillah, bu Allohning o'sha nomlari va go'zal sifatlari uchun aytilgan nima bo'ladi? Shukurchi, shukur Alloh taoloning ne'matlari, bergan ehsonlari uchun aytiladi deyilar ekan. Ya'ni hamd Alloh taoloning o'ziga xos sifatlari uchun, shukurchi boshqalarga qilgan yaxshiliklari uchun deyilar ekan. Keyin yana bu gapga yana o'zi raddiya bildirib aytgan joyi ham bor ekanki, o'sha lisoni arabda kelar ekan, shu hamd shukurni o'rniga shukur hamd o'rniga ishlaveradi degan joylar ham bor ekan. Hatto alhamdulillahi shukron desak ham bo'laverar ekan deydi. Haligi qoatni julusanga o'xshabda, qoada ham o'tirdi degani, jalasa ham o'tirdi degani shu sinonim so'zlar. Hatto alhamdulillahi shukron, ya'ni alhamdulillahi hamdan emas, alhamdulillahi shukron desa ham bo'laveradi degan joylari ham bor ekan. Yana bir so'zda Alloh taoloni lozim va mutaaddi sifatlari uchun aytiladi. Hamd shukur bo'lsa faqat mutaaddi sifatlari uchun aytiladi deyiladi. Bilasizlar, lozim fe'l bo'ladi, mutaaddi fe'l bo'ladi. Lozim fe'l insonda o'zi deyla, insonda ixtiyorisiz hosil bo'lgan so'zlar. Misol uchun uxladi, o'ldi, qoraydi, misol uchun shunga o'xshash so'zlar. Ya'ni
bo'ldi, u insonni o'zida to'xtaydi u nimalar. Ya'ni boshqaga o'tmaydi. Shuning uchun uni lozim deyiladi. Ya'ni insonni o'ziga yopishib olgan degan ma'noda. Mutaaddi endi boshqaga ham o'tadi. Masalan, o'qidi bo'lsa, u endi nimani o'qidi degan so'z urdi yoki kuldi yo ehson qildi. Kechirasizlar. Kuldi u faqat lozim sifat u. Shunaqa. Shunaqa bo'lgandan keyin nimalar aytishgan ekanki, hamd lozim sifatlar uchun ham, mutaaddi sifatlar uchun ham. Ya'ni Alloh taoloni o'sha o'zi ulug' bo'lgani uchun ham, boshqalarga ehson qilgani uchun ham hamd aytilaveradi, hamd so'zi ishlatilaveradi. Shukr faqat mutaaddi, ya'ni qilgan ehsonlari uchun shukr qilinadi deyiladi. Boshqa joylarda ham shu gaplar kelaveradi. Endi va shukr endi til bilan ham bo'ladi, boshqa amallar bilan ham bo'ladi deyishar ekan. Endi buni hozir yana shu xususda yana shu gaplar bor. O'shanda buni misollar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, lekin ular ixtilof qilishgan ekan, qaysinisi omroq, hamd omroqmi, shukr omroqmi degan. Ya'ni qaysinisi umumiyroq, ya'ni omroq, xosroq degan so'z bo'ladi. Ya'ni omroq desa, masalan, hamd omroq bo'lsa, ya'ni hamd hamma joyda ham ishlaveradi, shukr faqat ba'zi joyda ishlaydi. Shunda shukr xosroq bo'ladi. Ya'ni umumiyroq, xususiyroq degan ma'nodada. Bu yerda tahqiq shu bo'lgan ekan, endi mutaaxirlarniki, keyingilardagi nimasi bo'lgan ekan, bularning ichida umumiylik, xususiylik bor ikkalasida ham. Mana misol uchun hamd shukurdan ko'ra umumroq, omroq bo'ladi, umumiyroq bo'ladi. Qaysi jihatidan? O'sha nima uchun aytilishligi jihatidan. Chunki hamd Alloh taoloning lozim sifatlariga, mutaaddi sifatlariga ham aytilaveradi deydi. Ya'ni Alloh taoloning buyuk bo'lganligi uchun ham, insonlarga bir ehsonlar, atolar qilganligi uchun ham. Ya'ni ikkalasi lozim sifat degan, ya'ni Allohning o'ziga xos bo'lgan sifatlari va mutaaddi sifatlari shunaqa. Mana misol uchun uni misol insonga nisbatan aytadigan bo'lsangiz, uni farosatliligiga hamd aytdim yoki uni o'sha saxovatiga hamd aytdim. Ya'ni uni farosatiga qoyil qoldim, uni saxovatiga qoyil qoldim degandek bir ma'noda bo'ladi. Endi bu narsa tushunarli bo'ldimi? Endi buni xosligi, hamdni xosligi shuki, u faqat til bilan aytiladi xolos. Ya'ni alhamdu deb aytiladi. Tushunarlimi? Ya'ni bizda nima deyiladi? Ya'ni tasanno, shon sharaflar degandek bir gaplar aytiladi. O'zi hamd faqat til bilan aytiladi. Ya'ni boshqacha yo'l bilan aytilmaydi. Xo'p, shukr endi bu omroq bo'ladi. O'sha nima uchun aytilishligi jihatidan. Chunki u faqat yo'q, bu yerda va shukru a'mu min kitobda xatosi bo'lgan ekan, shekilliga men e'tibor qilmabman. Qaranglar, tepada ham falhamdu a'ammu mina shukri min haysu ma yaqa'ani alayhi deb qo'yibdi. Bu yerda ham xuddi shu gapni aytib qo'yibdi. Va shukru a'ammu min haysu ma yaqa'ani alayhi deb bir xil gapni aytib qo'yibdi. Yo'q, bu yerda shukr xosroq bo'ladi bu jihatdan. O'zi chunki bu yerda ham ikkovini ham bir xil beribdi-da. Ha, bittasida foil qilib, bittasida maf'ul qilib bergan ekanda. Mana shu yerda bir ajoyib nima bergan ekanda. Qaranglar, ikkovi bir xil ibora, qaranglar. Falhamdu a'ammu mina shukri min haythu ma yaqa'ani alayhi. Ya'ni hamd shukurdan ko'ra umumiyroqdir.
qaysi jihatdan? O'sha nimaga aytilishligi jihatidan. Nimaga aytilishligi jihatidan. Bu yerda ya'ni chunki hamda lozim sifatlarga, mutaaddi sifatlarga ham aytilaveradi. Shu jihatdan umumiy deyapti-da. Endi qaranglar, bu yerda ham xuddi shu gap. Shukr nimadan hamdan ko'ra omroqdir, nima jihatdan? O'sha endi bu yerdachi nima bilan aytilishligi jihatidan deymizda endi. Faqat endi bu yerda endi so'z o'yini qilganmi, ajoyib bir gap ekan. Nima bilan aytilishligi jihatidan deb tarjima qilamiz bu yerda. Min hayatu bima yaqani alayhi degan jihatidan bo'ladimi endi? Shunaqa bo'ladi xullas. Ya'ni shukr shu jihatidan omki, u nima bilan bo'lsa ham faqat nima bilan emas, so'z bilan emas, u amal bilan, niyat bilan ham aytilaverar ekanda. Shukurda shunaqa ichingizda shu minnatdor bo'laverasiz ekanda, yuqorida o'tgandek. Va bu jihatdan xosroq bo'ladi. Endi bu yerda endi xosroq jihati nima desa, chunki shukr faqat mutaaddi sifatlarga aytilar ekan xolos. Ya'ni bir yaxshilik qilganligi uchun-da, bir odam bir yaxshilik qilsa, sizdan minnatdorman deysizda. Bir odam masalan fazilatliroq bo'lsa, u fazilatliroq bo'lganligi uchun minnatdorman demaysiz. O'zbek tilida ham shunaqa. Bir yaxshilik qilinadi, keyin unga minnatdorman deb aytilasizda, shundan rahmat deb aytib bitta yaxshilik qiladi, keyin unga rahmat deysizda. Bir odam chiroyli bo'lsa, chiroyli bo'lganingiz uchun rahmat demaysiz u. Chiroyli bo'lganingizga qoyil qoldim deysiz, misol uchun, yo tasanno deysizda. O'zbek tilida ham shunaqa endi. O'sha bitta yaxshilik qiladi, endi shu yaxshiligiga rahmat deysizda. Shuning uchun mana misol uchun la yuqolu shakartuhu li furusiyatihi, ya'ni o'sha farosatli bo'lganiga shukr aytdim demaysiz. Ya'ni o'sha farosatli bo'lganingizga rahmat demaysiz. Endi o'sha farosatliligingizga qoyil deysiz. Shunaqa. Lekin mana misol uchun saxovati, qilgan yaxshiligi, ehsoni uchun unga endi minnatdor bo'lasiz, rahmat aytasiz. Xo'p, endi ba'zi mutaxirlarda aytgan gapi shu. Demak, bir jihatdan hamd omroq bo'lar ekan, chunki u lozim va mutaaddi sifatlarga aytilar ekan. Shukurchi faqat mutaaddi sifatlarga aytilar ekan. Bu jihatdan hamd om, shukr xosroq. Endi ikkinchi jihatdan hamd faqat til bilan aytilar ekan, bu jihatdan hamd xosroq ekan. Shukurchi til bilan ham, so'z bilan ham aytilar ekan. Buni misol uchun bir kulib qo'yasiz, yaxshiligiga yarasha yaxshilik qilasiz, yoki bo'lmasam o'sha darrov bir Alloh taolo bir ishingizni nima qilsa darrov 2 rakat namoz o'qib yuborasiz, shukr namozi o'qib yuborasiz va hokazo. Ya'ni shukr til bilan ham, amal bilan ham, niyat bilan ham qilinaverar ekan. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan ekanki, Umar roziyallohu anhu aytgan ekan, subhanallohni bildik, la ilaha illallohni bildik. Endi alhamdulillah nima deganda, shunda Ibn Abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, Ibn Abbos rivoyatida Ali roziyallohu anhu aytgan ekanki, bu shunaqa so'zki, Alloh uni o'ziga bo'lishligini rozi bo'ldi, ma'qul ko'rdi, shundan mamnun bo'ldi degan. Endi ya'ni shu hamd so'zi Allohga ishlatilishligini Alloh taolo shundan mamnun bo'lar ekanda. Shundan endi o'zbek tilida ko'ngli to'ladi deyiladi. Ya'ni insonga nisbatan aytganda ko'ngli to'ladi deyiladi. Ya'ni shundan Alloh xursand bo'ladi deb aytamizda. Hafsdan rivoyat qilinadi, o'sha la ilaha illalloh, subhanalloh, Allohu akbar bularni bildik. Hamd Alloh alhamdulillah degani nima deganda, Ali roziyallohu anhu mana bu yerda mana ahabbahallohu li nafsihi va radiyaha li nafsihi va ahabba an tuqala deb aytgan ekanlar. Ya'ni bu shunaqa bir so'zki, Alloh taolo shuni o'ziga nisbatan bo'lishligini mahbub ko'rdi, ya'ni shuni yoqtirdi va shunga rozi bo'ldi va shu aytilishligini yaxshi ko'rdi degan ekan. Alhamdulillah deb shuni Alloh taolo yaxshi ko'rar ekan shuni.
ibn Abbos yana alhamdulillah bu shukr kalimasi deyiladi. Agar banda alhamdulillah desa, bandam menga shukr aytdi degan joyi ham bor ekan. Ya'ni ham shukr ma'nosida ham ishlatilar ekan. Nabiy alayhissalotu vassalom aytgan ekan, alhamdulillahi robbil alamin desang, demak Allohdan minnatdor bo'libsan, Allohga shukr aytibsan. Bas endi bu Alloh endi nimasini, ne'matini ziyoda qiladi deydi. Endi o'sha oyatda ham keladi. Vala in shakartum la azidannakum deb keladi-ku, shukr qilsanglar sizlarga yana ham ziyoda qilgan bo'lardim. Jabir roziyallohu anhudan marfu ekan, zikrni eng afzali la ilaha illalloh, duoda eng afzali alhamdulillah degan joyi ham bor ekan. Bu endi Tirmiziy Hasan degan ekan. Ya'ni duoda eng yaxshisi alhamdulillah degan hadis ham bor edi. O'tgan darsda ham aytuvdik, lekin alhamdulillahda duo ma'nosi ham bor deb aytuvdik shekilli. Yo'q, hali hamdga o'tmovdik. Qayerdadir boshqa bitta joyda aytibman shekilli. Hozir boshqa joyda aytganim ham esimga kelberyapti-da. Xo'p, endi buni qanaqa qilib o'tkazaman? Endi o'tdi. Xo'p, Ibn Moja Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo bir bandaga bir ne'matni bersa va banda alhamdulillah desa, o'sha bergani olganidan afzalroq bo'ladi degan ekanda. Ya'ni Alloh taolo sizga bir katta boylikni berdi yoki bir ishlaringizni rivojlantirdi yoki katta narsa va siz shunda alhamdulillah dedingiz. Mana shu alhamdulillah deganingiz o'sha boylikdan ko'ra kattaroq narsa. O'shundan ko'ra kattaroq narsa deydi. Pastda shuni sharh keladi. Ya'ni shuni alhamdulillah dedirtirgani, shunga ilhom bergani deb aytiladi. Mana Qurtubiy tafsirida keladi, Navodir usulda ham kelar ekan. Anas roziyallohu anhu aytgan ekan, agar dunyo butun hamma yo'g'i bilan butun boshli dunyo deganda bir kishini qo'lida bo'lsa ummatimdan, keyin u alhamdulillah desa, ana shu alhamdulillah degani o'sha butun dunyo ne'matlaridan ham afzalroq bo'ladi degan ekan. Mana shunda Qurtubiy va boshqalar bunga aytgan ekanki, ya'ni Alloh taoloni shu alhamdulillah deyishga unga ilhom berib qo'ygani shu butun dunyo ne'matlaridan ham kattaroq ne'mat bo'ladi degani bo'lar ekanda. Chunki hamdni savobi hech qachon yo'q bo'lmaydi, bu dunyoning ne'mati qolmaydi, o'tkinchi ertaga yo'q bo'ladi deb aytgan ekan. Ya'ni butun dunyoga podsho bo'lsangiz ham ertaga o'lasizda, endi boshqa iloji yo'qda. Endi u hech narsa emas, ozgina bir muddat, bir kechgina muddat ushlab turasiz, shu bo'ldi, undan keyin yo'q u narsa. Endi u alhamdulillah deb shunga aytib, shunga Alloh taolo ilhom berib qo'ygan bo'lsa, endi buni savobi hech qachon tugamaydi-da. Bular endi juda odam to'lqinlantirib yuboradigan gaplar endi. Xo'p, keyingi gap Ibn Mojani sunanida kelgan ekan, Ibn Umardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanki, bandalardan bir banda aytgan ekan, ya Rob, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va azimi sultonik degan ekan. Ey Rabbim, senga hamd bo'lsin, yuzingni ulug'ligi-yu saltanatini buyukligiga yarasha hamd bo'lsin degan ekan. Ikkita farishtaga bu narsa og'ir kelgan ekan. Buni endi qanaqa qilib yozishni bilmagan ekan. O samoga ko'tarilib, ey Rabbim, bir bandang shunaqa bir gapni aytdiki, endi biz unga qanaqa yozishni bilmayapmiz. Unga necha tonna savob yozaylik bilolmayapmiz degan ekan. Shunda Alloh taolo o'sha bandasi nima deganini yaxshi biladi o'zi. Lekin yana maza qola abdi, bandam nima dedi degan ekan. Shunda aytgan ekanki, ey Robbim, u aytyaptiki, ey Robbim, senga yuzingni ulug'ligi-yu saltanatini buyukligiga yarasha hamd bo'lsin deyapti. Shunda Alloh taolo ularga, ikkita farishtaga aytgan ekanki, bandam qanday aytgan bo'lsa shunday yozib qo'yinglar. Shu menga yo'liqqan paytda men o'zim uni mukofotini beraman
ya'ni son sanoqsiz, buni soni yo'q ekanda buni. Bunga endi faloncha deb yozib bo'lmaydigan darajada, ya'ni hamd aytish shunaqa katta savobga ega bo'lar ekanda. Endi tasavvur qiling, endi hamd aytib qo'yganingiz yana shuncha savob bo'ladigan bo'lsa, uni qanaqa qilib siz shukrini ado qila olasiz? Bir tasavvur qiling. Shukr qilsangiz yana undan ko'p, yana undan ko'p, yana undan ko'p bo'laveradigan bo'lsa, inson qanaqa qilib buni shukrini ado qila oladi? Hech qachon qila olmaydi buni shukrini. Qarang, o'sha Alloh taoloni yuzini ulug'ligi, saltanatini buyukligiga yarasha senga hamd bo'lsin desa, shunchalar katta savobga ega bo'lsa. Endi agar buni biz his qila oladigan bo'lsak, bu hamdni kimga aytayotganimizni va qanaqa ulug' zotga aytayotganligimizni biz his qila oladigan bo'lsak, oho, biz qanaqa odamlarga aylanib ketamiz o'zi aslini olganda. Endi alhamdudagi aliflom, bu o'sha aliflom o'sha jins deb qo'yiladi. O'sha hamdni hamma jinslarini, ya'ni hamma turlarini o'z ichiga oladi. Istiqroq deb qo'yadi. Istiqroq o'z ichiga olishi, hammasini qamrab olishi. Ya'ni o'sha hamdni hamma jinsi, hamma turlarini, hamma xillarini, hamma sortlarini o'z ichiga oladi deganida o'sha hadisda keladi. Allohumma lakal hamdu kullu, senga o'sha hamdni hammasi bo'lsin. Va lakal mulku kullu, ya'ni mulkni hammasi. Va biyadikal xayr kullu, ya'ni ham yaxshilikni, ezgulikni hammasi seni qo'lingda. Va ilayka yarji'ul amru kulluhu, ya'ni ishlarni hammasi senga qaytadi. Ya'ni hamdni hamma turi, maqtovda qanaqa turi bo'lsa, hammasi Allohnikidir. Alhamdulillahi, hamd Allohnikidir. Ya'ni hamd faqat Alloh uchundir degan ma'noda. Xo'p, endi lillahi Alloh xususida o'tdik. Bu yerda bir qanchalar Allohda bu nima dedi? Alloh taolo xuddi shu boshqalarda nomidek Allohning nomi, xuddi Zayd amriga o'xshab bu Allohning nomi degan. Bir qancha jamoalar ilohdan chiqqan deydi. Ilohda hamzani olib tashlagan, lahun qolgan, keyin Allohu o'sha hamzani o'rniga alif lom keltirgan va Allohu bo'lgan. Yallohu yoki ya Allohu deb faqat mana shu Alloh nimasigagina, shu so'zgagina ya'ni qo'shish mumkin. Bo'lmasam alif lomli so'zlarga ya o'zi kelmaydi. Yal mu'minuna deyilmaydi. Ya ayyuhal mu'minuna deb ayyuhada qo'shib aytiladi. Faqat Alloh lafzigagina ya Allohu deymiz. Buni o'sha nahvda aytilgani bo'yicha alif lom birinchidan evaz bo'lish kerak deydi. Haqiqatda mana alif lom ilahundan hamzadan evaz bo'lib Allohu bo'lyapti va ikkinchidan o'sha lozim bo'lish kerak. Ya'ni hech kirdi chiqdi emas, doim bo'lishlik kerak deydi. Allohuda haqiqatda har doim bo'ladi. Hech qachon olib tashlanib keyin yana kirib bo'lmaydi. Endi mana al mu'minuna yoki bo'lmasam ar-rohmonda rohman bo'lib kirib chiqishi mumkin, lekin Allohuda har doim turadi. Xo'p, bu yerdagi hamza nima bo'ladi? Vasliya, demak o'rtada kelgan paytda tushib qoladi. Lillahida shuning uchun ham hamza tushib qolyapti-da, lillahi bo'lyapti. Yozilishda ham tushib qolaveradi hamza bu yerda. Lillahi yozilaveradi bu yerda. Mana shu yerga bir e'tibor berib qo'yamiz, ya'ni Allohga hamd bo'lsin. Endi Robbil alamin. Ar-Robb bu ega degani, tasarruf qiluvchi degani, hoja degan ma'noda, o'sha yaxshilab turuvchi, o'nglab turuvchi, ya'ni al-mutasarrif lil islahda, ya'ni unday u yoqqa ketyapsa unday chiroyli qilib to'g'ri tarafga yo'naltirib qo'yadigan degan. Mana shular hammasi Alloh taoloning haqqiga ham to'g'ri kelaveradi. Robb tarbiyalaguvchi deganidir. Endi mana shu Robb so'zi o'zi alohida Allohdan boshqasiga ishlatilmas ekan. Allohdan boshqasiga ishlatilsa, masalan, Robbuddari, hovlini Rabbi, ya'ni hovlini egasi, Robbi kazoya falon narsani egasi degandek,
o'sha nimadir narsani qo'shib turib aytamiz ekan. Robbud dari, robbul qalami, robbul kitabi degandekda, robbi kaza qilib. Lekin ar-robbu deb alohida o'zi kelishligi bu faqat Alloh taologa ishlatilar ekan. Xolos, ya'ni ar-robb so'zi o'zi kelishligi bu faqat Alloh taoloni nimasi bo'lar ekan. Hatto ayrim joylarda ismi azam bu degan joylari ham bor ekan. Robb so'zini bu ismi azam deb aytilgan joyi ham bor ekan. Endi olam, endi Robb so'zi juda ko'p joyda keladi, bilasizlar. O'sha nimalarda ham, duolarda ham juda ko'p joyda aynan shu Robb so'zi bilan ishlatiladi. Mana Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Robbighfirli, Robbirham, Robbighfir varham, Robbi zidni ilma. وهكذا endi ko'p endi bu nima robbana g'fir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va hokazo hammasida bilsanglar shu robb so'zi ko'p ishlatiladi. Duolarda ham, murojaatda ham ya robb deb Alloh taologa murojaat qilinganda ham eng ko'p ishlatiladigan sifati shu, ya'ni Alloh taolo shu ega, shu tasarruf qiluvchi deganda sizni qanaqa qaysi tarafga tasarruf qilishligi Allohning qo'lida-da, shuning uchun ya Rob deb aytiladi. Endi olam so'zi o'zi birlik emas. Olam deganda u bir ko'p narsa tushuniladi. Endi olamlar bo'lgandan keyin u yana ham ko'proq nima bo'ladi? Bu mahluqotlarning turlari, yer u osmonlardagi quruqligi, dengizdagi degan gaplar aytilgan ekan va har bir avlod bir olam degan gap ham aytilgan ekan. Ibn Abbosda shu alhamdulillahi robbil alaminda, ya'ni hamd bo'lsinki shunday Allohgaki, ya'ni yaratishni hammasi uniki, ya'ni hamma narsani u zot yaratgan. Osmonlar bo'lsin, yerlar bo'lsin, ularning orasidagi narsalar, ularning o'rtasidagi narsalar biz bilganimiz va bilmaganimiz deb tafsir qilgan ekanlar. Bir rivoyatda bu Robbul jinn val ins, ya'ni insu jinni parvardigori degan ma'noda ekan, olamin deb shu bir rivoyatda. Masalan, Said ibn Jubayrda bitta rivoyatida shunaqa ekan. Farro Abu Ubaydalar olam bu aqlli narsalar nazarda tutilyapti bitta, ya'ni inson, jin, farishtalar, shaytonlar, hayvonlarga olam deyilmaydi deyilgan ekan. Endi nabot bir qavulda shu gap ham aytilgan ekan. Zayd ibn Aslam, Amr ibn Aloda bu ashi jonivor, rizqlanadigan jonivor narsaki bor, hammasi olam degan ekan. Qatoda Robbil alamin, ya'ni har bir sinf bir olam degan gaplarni ham aytgan ekan. Xo'p, Abu Ja'far Roziydan, Rabi ibn Anasda, Abul Oliyada shu Robbil alamin so'zida aytgan ekan, inson bir olam, jin bir olam va bulardan tashqari yana 18 ming olam bor deb. Va bizda ham shunaqa 18 ming olam deb ko'p gapiramiz birda, yoki 14 ming olam deb aytgan ekan. Endi xullas yana bir qancha gaplarda aytgan ekan. Hammasi yana 500 olam va hokazo, har xil gaplar aytilgan ekan. Lekin bu gap, bunaqa gaplar hammasi hali ko'p, bunaqa gaplar aytilgan gaplar ko'p, hammasi g'arib gaplar, ya'ni hujjati yo'q gaplarda. Endi kimlardir shu bir ko'p ma'nosida ham 18 ming deyaveradida endi, ya'ni juda ham ko'p degan ma'noda aytilgan gaplar bo'ladi. Mana misol uchun yana bir joyda Allohning 1000 ta olami bor degan ekan. Uni 600 tasi dengizda, 400 tasi quruqlikda degan gaplar ham bor ekan. Alloh taoloni 18 ming olami bor. Dunyo o'sha bir olam degan ekan. Dunyo deydigan bo'lsa, ya'ni inson aqli oladigan mana shu butun koinot bir olam deganida endi. Undan tashqari 18 ming olam bor degan. Endi buni o'zi bir tasavvur qilishligimiz kerak bo'ladi. Endi yer yuzi naqadar kichkina, bilasizlar. Yer yuzi masalan quyoshga nisbatan qancha baravar kichkina. Hozir esimdan ham chiqib qoldi.
necha mingta yer joy bo'ladi bitta quyoshni ichiga deyishadi. U quyosh endi bir shunaqa yulduzlar bo'lar ekanki, u quyoshdan necha million mingtasi sig'ar ekan u yulduzlarga. Endi shunaqa judayam bir ignani uchidek bir narsa bo'lib ko'rinadi endi u koinotni ichida yer yuzini o'zi, butun yer shari shunaqa kichkina bo'lib ko'rinadi. Ya'ni shu qadar katta buyuk olamni Parvardigori shularni hammasini boshqarib turadigan zot. Endi bu xususida ko'p endi bir nimalari. Quyosh qancha uzoqlikda bo'lsa, shu qandaydir sal u yoq sal bu yoq bo'lsa yer yuzi muzlab ketar ekan, sal nariroq bo'lsa yer yuzi, sal yaqinroq bo'lsa yer yuzi kuyib ketar ekan, sal nariroq bo'lsa yer yuzi muzlab ketar ekan. Shuni u yoq emas bu yoq emas o'rnida bo'lishligi judayam bir oz miqdorlar shuni hal qilar ekanda va hokazo. Muqotil ham shunaqa aytgan, olamlar o'sha 80 olam deb aytgan joyi ham bor ekan. Ka'ba ahbor olamlarda adadini faqat Alloh taolo biladi degan ekan. Yana kimdir 40 ming olam degan ekan va hokazo. Mana shu dunyo sharqidan g'arbigacha bitta olam, ya'ni 40 mingtadan bittasi. Endi bular hammasi shu olam judayam ko'pligini, bu inson son sanog'ini inson bilolmasligi ma'nosida aytilingan gaplarda endi bular endi. Biz ham aytaveramiz u mingta deb qo'yadi, uni aha buni xaridorlari mingta deb qo'yamiz. Ya'ni juda ko'p degan ma'noda aytiladi. Xo'p, olam bu Alloh taolo dunyo oxiratda yaratgan hamma narsa o'sha bir olam degan ekan. Qurtubiy mana shu gap to'g'riroq, shu olamlarni shunda o'z ichiga oladi deb mana bu oyatda hujjat qilgan ekan. Shuaro surasidagi 23-24 oyatlarda قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Ya'ni Fir'avn aytdiki, Robbil alamin u kim ekan u desa, u aytdi osmonlar u yerni Parvardigori va ularning orasidagi narsalarni Parvardigori agar sizlar ishonadigan bo'lsanglar degan ekan. Shuning uchun eng ko'p mana shu nimaga to'g'ri keladi deyiladi. Xullas biz hamd aytganimizda o'sha Alloh, ya'ni o'tgan safar aytdik, avvalam, oxiram, zohiram, botinam Alloh, makon, zamon va makonda mutlaq bo'lgan bir, na zamoni na makoni bor bo'lgan bir mutlaq zot bo'lgan Alloh, cheksiz bir qudrat egasi bo'lgan Allohni his qilsak va mana shu yerda butun olamlarni Parvardigori bu, mana bu ignani uchida ko'rinadigan yergina emas, u butun o'sha quyosh bo'lar, oylar bo'lar, xullas shu yulduzlar bo'lar, hammasini Parvardigori bo'lgan Allohga aytiladi. Shuning uchun ham hamd, maqtov faqat Allohniki bo'ladi. Hamd insonga inson uni oldida nima endi o'zi yerga nisbatan olganingizda bir kichkina bitta narsa bo'lib qoladi. U yer o'zi qanaqa kichkina narsa endi butun olamlarni oldida. Shu xullas shu qadar buyuk zotni his qilib mana shu zotga hamd aytyapman deyiladigan bo'lsa va shuni his qilinadigan bo'lsa, sizni namoz o'shani his qilib o'qiydigan bo'lsangiz, sizni namoz o'sha osmonlarga, samolarga olib chiqadi. Sizni namoz top toza qilib poklab tashlaydi. Mana shu narsalarni his qilib o'qilinadigan bo'lsa-da endi. Allohu a'lam. Ba'zi narsalar bor endi, buni hozir endi manaqa debdi deb xuddi bir rivoyatdek aytyapmiz, lekin uni ichida ba'zi gaplar borki, uni o'ylanib qolsangiz kunlab, oylab o'ylab qolishingiz mumkin-da. Endi u soatlab emas, odam shunaqa. Shu ba'zi nimalar bo'lgan, odamlar bo'lgan, imomga o'ta olmagan. Chunki sajdaga borgandan keyin qavm esidan chiqib qolgan. Faqat tinimsiz yig'lash, tinimsiz duo qilish bilan ovora bo'lib qolganda
Shuning uchun imomga o'tolmagan, u imomga to'g'ri kelmaydigan odamlar bo'lib qolgan. U sajdaga borganda qavmi esidan chiqib xudoga yig'loradigan odamlar bo'lgan. Bu o'sha nimada o'sha chuqur his qilishlikdan bo'ladigan narsalar. Bu odamni boshqacha qilib tashlaydi. Inson boshqa narsa xususida o'sha o'ylamaydigan bo'lib qoladigan darajada bo'ladi. Allohga bo'lgan muhabbati, bog'lanishi judayam bir kuchli bo'ladi. Bular endi ba'zi gaplar, ularni ichida endi ba'zi gaplarda ha endi bir aytib qo'yibdi-da degandek gaplar ham bor ularning ichida. Ularning ichida judayam bir ta'sirli bir gaplari ham bor endi. Xo'p, bugungi darsimiz endi mana shu bo'lyapti. Endi men endi to'g'ri tez-tez o'tishim mumkin. Alhamdulillah robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin. Maqsad endi tez-tez ko'proq narsani bilish emas. Endi maqsad o'sha har bitta narsani bir yana ham yaqinroq, yana ham chuqurroq bila olaylik, ozgina bo'lsa ham, va shunda bir manfaat ko'proq bo'ladi degandek xulosaga keldim. Shuning uchun o'sha bir ozginadan qilyapman. Endi shuni o'ziga ham baribir ancha vaqt o'tib ketib qolibdi. 40 minut, 45 minut vaqtimiz ketib qolibdi. Xo'p, men buni to'xtataman endi.